Məscidlərdə kommunistlarning marşlari o'qilmoqda. Dünya Bultani to'rining 6 avgust kunidagi xabarda bildirilishicha, Sharqiy Turkistonda Xitoy kommunistlarining har xil zo'ravonlik qilmishlari va dinni yo'qotishni maqsad qilgan faoliyatlari kun sayin kuchaygan. Sharqiy Turkistondagi masjidlarda Xitoy kommunist bayroqlari esilib, kommunizm shuari va tashviqotini qiladigan markazga aylanib qolmoqda. Erkin Asiya radiosuning bu haqda bergan xabaridan ma'lum bo'lishicha, Sharqiy Turkistondagi masjidlarning mihrob va gumbazlaridagi Allohdan boshqa iloh yo'qdir, Muhammad alayhisalom Allohning bandasi va barhaq elchisidir degan yiziqlarning ustiga kommunistik partiyani va vatanni suyish, kompartiya bo'lmasa, yangi jungu bo'lmaydi degandek tashviqot plakatlari esilgan. Xabarda bildirilishicha, dushanba kuni saharda muazzin azam to'g'laydigan o'rinda Xitoy bayrog'i chiqarish bilan birga bayroq chiqarish marosimi o'tkazilgan bo'lib, orqadan Xitoy davlat marshi va boshqa Xitoy tashviqot marshlari musulmonlarga majburiy o'qitilmoqda ekan. 2016 yil 8 oyda Sharqiy Turkistonga Tibetdan yo'tkab kelingan Chinchuangoning qattiq boshqurib nazorat qilishi va besim siyosati eng yuqori chekka chiqqan bo'lib, Ramazon oylaridami Sharqiy Turkiston musulmonlarining ro'za tutishini cheklaydigan belgilamlar va diniy puroqqa ega har qanday faoliyat va telefon aloqalari, Qur'on o'qish qatorliq aqalli kishilik huquqlarmi hech e'tiborga olinmay kelmoqda. Xitoy tajovuzchilari o'ttir boshlang'ich ma'arifida Xitoychini umumlashtirish, yangi uqtirish tarqatdi. Xitoy tajovuzchilari 5-iyul Sharqiy Turkistonda avtonom rayonlik ma'arif nazorati tarafidan avtonom rayonlik majburiy ma'arif bosqichidagi qo'shtil ma'arif darsligi loyihasi plani haqida uqtirish tarqatgan. Bu uqtirishning mazmunidan qaraganda Xitoy tajovuzchilari ilgiriki ma'lum chekdagi qo'shtil ma'arifini o'ttir boshlang'ich maktablarda bir butun umumlashtirishni planlagan. Hamda Uyg'ur tilini ma'arif sohasida ishlatishni amaldan qoldirib, rezid planini ishga oshirmoqchi bo'lgan. Bu uqtirishning asosiy mazmuni tuvandikicha. Ili Qozoq avtonom oblasti har qaysi viloyat, oblast, nahiya, shaharlardagi barliq o'rta boshlang'ich ma'arif sohasida avtonom rayon tavalligida o'rta boshlang'ich majburiy ma'arif mazgilida qo'shtil darslikni qo'llanish loyiha plani va o'rta boshlang'ich ma'arifi yangidan tuzitilgan avtonom rayonlik majburiy ma'arif bosqichidagi qo'shtil darsligi uslubidagi darslik loyihasi tuzitilgan plani yoki avtonom rayoni bo'yicha majburiy ma'arif bosqichidagi milliy tilda dars o'tadigan maktablarning odatdagi sinf darsligi loyilab o'zgartirish planidagi 2017da 13 nomerlik hujjatga asosan ijro qilinadi. Ijro qilish talablari tuvandikicha. Uyg'ur avtonom rayoni majburiy ma'arif bosqichidagi qo'shtil ma'arif darslik plani loyihasi bo'lsa, majburiy ma'arif bosqichidagi maktablar qo'shtil ma'arifini amallashtirish, qo'shtil ma'arif xizmati davomidagi baholashga asosan har xil viloyat va har qaysi darajalik maktablarda astoydil ijro qilinadi. Umumlashtirish davomida har qaysi viloyat, oblast, shaharlardagi organlar qattiq nazorat qilish va yo'l ko'rsatishi biror masala bayqalgan hamon vaqtida avtonom rayonlik ma'arif nazoratiga ma'lum qilishi lozim. Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyatida oylik suhbat yig'ini ochildi. 4 avgust juma kuni kechda Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyatining Istanbuldagi markaziy yig'in zalida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Yig'in kech soat 19:20da Muhammad Emin Qarimning mo'nliq qiroati bilan boshlangandan keyin jamiyatning muavin raisi Musajan jamiyatning yaqinqi 2 oy jarayonidagi xizmat faoliyatlari to'g'risida doklad berdi. Orqadan jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'uzxon hojim so'z qilib, bugungi dunyoda Sharqiy Turkiston xalqining beshiga kelayotgan baloyi ofat, tortayotgan zulm va haqoratlar tasavvur qilg'usiz darajada bo'layotdi. Zalim Xitoy kundan kunga kuchayib, o'zlarining iymonini, islomini himoya qilish uchun Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmidan qochib chiqqan Uyg'urlarning dunyoning hech bir yerida yashab qolishiga rozi bo'lmayotdi. Diplomatiya, iqtisod va boshqa yo'llar orqali Uyg'urlarga nejiz qo'lni uzatyotdi.
Dunyoning barliq taraflaridagi vaziyat va siyosiy o'zgarishlar bizga foydasizdek ko'rinayotgan sharoitda bu ahvollardan hargizmi umidsizlanmaslik kerakligi haqida to'xtaldi. Va buning uchun hammamiz ta'kidlayotgan birlik va ittifoqlikning intayin muhim ekanligini oyatlar bilan yo'ritib o'tdi. Bunun birinci yolu birlik deb keldik, bu birliktir. O birlik nima desa, Allah Teala'nın argamçısı. Allah Teala'nın argamçısı Kur'an ve sünnet. Sizni ve bizni, nurg'un qarindoshlarimizni birlashtiradigan, bir sohaga kelib yig'ilib muzokara qila oladigan, qo'limizni tutishib ma'olaydigan bir vasila. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kutqızılgan patparakçılıktan, fitnebasattan, tefriqçılıktan kutqızılgan bir cemiyetken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerinin kutqızılgan, birleşken, nemunu bo'lgan, mash'al bo'lgan, bizga yo'l yo'riq ko'rsatadigan o'lgan bir jamiyatga bu oyatni da'vatgan holda Alloh yo'lida Allohning og'am sig'ib, chin yepishib birlashinglar degan holda bizda degan hammamiz mezimiz cho'lib, parcha-parcha bo'lib kelib ketayotgan bir millatga birlikning qanchalik ehtiyoji borligini buni bilamiz. Yig'inda yana Saudiya Arabistondan kelgan jurnalist va tadqiqotchi ustoz Sirajiddin Azizi so'z qilib, navbatdagi vaziyat va Turkiya-Xitoy munosabatlaridagi Uyg'ur masalasi haqida to'xtalib o'tdi. Ustoz Sirajiddin Azizi so'zida da'vo uchun elib berayotgan har qanday faoliyatlarda hissiyotga birilib, qiziqqonlik bilan harakat qilmasdan, aql va hikmat bilan ish faoliyat elib berish keraklik. So'z va harakatlarda vaqt va o'ringa alohida diqqat qilish keraklik. Vaqti kelmagan ishlarda oldiroqsonlik qilmaslik. Ishlarni tadbir bilan qilish, qachon, qayerda nima deyish va nima qilishni bilish, hissiyotga bilib, ziyonli so'z harakatlarda bo'lib qilishdan saqlanish haqida to'xtalib o'tdi. Yig'inda yana ustoz Ubul Qosim Ahmadi payg'ambarlar qissalaridan o'lga elish kerak bo'lgan muhim mazmunlar haqida to'xtaldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, Davud alayhisalom, Sulaymon alayhisalom va Iskandar Zulqarnayn qatorliqlarning qissalaridagi botirlik, tamkinlik, kamtarlik, adolat, tadbirkorlik, shijoat va sabr qilish haqida tafsili to'xtaldi. Zulmga qarshi har qanday faoliyat va harakatlarning yanında bo'lish va uningga yordam berishning, yaxshilikka yordam berib, yomonlikdan to'sishning amaliy ko'rinishi bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Ustoz Ubul Qosim Ahmadi yana zulmdan qutulish va buning qarshi elib berayotgan har qanday faoliyatda Alloh bilan bo'lgan aloqa va bog'lanishni kuchaytirish va buningga alohida ahamiyat berish kerakligi haqida tafsili to'xtalib o'tdi. Yig'in kech soat 9da oyoqlashgandan keyin yig'in qatnashuvchilariga tamoq ziyofati berildi. Yig'in nihoyat yaxshi kayfiyat ichida elib berilgan bo'lib, Istanbulda turayotgan 100 ga yaqin Sharqiy Turkistonlik qatnashdi. Üç davlat Janubiy Xitoy dengizi to'g'risida o'rtaq bayonot chiqardi. Amerika, Yaponiya va Avstraliya Janubiy Xitoy dengizida yuz berayotgan ixtilofli masalalardan to'liq bearam bo'layotganligini bildirgan. Bu üç davlat rayondagi ziddiyatlarni kuchaytirib o'tish mumkinchiligi bo'lgan harbiy harakatlarga ma'lum jihatda tadbir qo'llanib, talash tortishni oxirlashtirishga chaqiriq qilgan. Amerika tashqi ishlar ministri Rex Tillerson, Avstraliya tashqi ishlar ministri Julia Bishop va Yaponiya tashqi ishlar ministri Taro Kono Filippindagi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari birligi yig'inida birga jam bo'ldi. O'zaro uchrashishdan keyin birlikda o'rtaq bayonot e'lon qildi. Amerika, Avstraliya va Yaponiyadan iborat bu üç davlat Xitoy va Filippinni Xitoyning janubiy Xitoy dengizidagi haq talab da'vosining mutlaq ko'p qismini o'z ichiga olgan mahkama qaroriga moslashishga chaqirdi. E'lon qilingan bayonotda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari birligiga a'zo davlatlar va Xitoyga qaratilgan Janubiy Xitoy dengizi to'g'risida yarashtirish qoidalarining qonunliq, tushunishlik, xalqaro qonunga uyg'un bo'lish kerakligi bildirilgan.
talash tartish qilinayotgan bu rayonda Tayvan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari birligiga a'zo davlatlardan birovni Malayziya, Filippin va Vyetnam qatorliq davlatlarmi egilik huquqi da'vosi qiladi. Xitoy Hindiston chegarasida boshqariladigan bomba atdi. Sabah to'rining 4-avgust kunidagi xabarda Hindiston bilan chegara talash tartish qilayotgan Xitoy Tibetda rasmiy o'q ishlatilgan manevr elib borgan bo'lib, bu rayondan etilgan boshqariladigan bombalar nishonga dal tekkanligi bildirilgan. Ammo qaysi nishon ekanligi aniq tilga olinmagan. Taxminan 3500 kilometrlik chegara liniyasiga ega bo'lgan Hindiston va Xitoy chegarasi yaqinqi mezgillarda xatarlik bir ahvolda turmoqda. Necha yüzlеген Hindiston askarlarining chegara buzg'unchilik qilganligini da'vo qilgan Xitoy Tibet rayonida rasmiy o'q ishlatilgan cho'ng ko'lamlik harbiy harakat elib borgan. Televiziya filmlari ko'rsatilishicha, boshqarilgan bombalarning etilganligi ma'lum. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 2 kun avval e'lon qilgan bu haqdagi bayonotida 400 dan ortiq Hindiston askarlarining chegaradan o'tganligini tilga olib, buni qattiq tanqid qilgan edi. Va chegaradan o'tgan Hindiston askarlaridan 40 ni qo'lga olganligini bildirgan edi. Malayziya ateizmga zarba beradiganligini bildirdi. Bir kun to'rining 8-avgust kuni bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Malayziya davlat ministri Shahidan Qasim ateizmning kishilik huquqiga yot va qarama-qarshi bir aqim ekanligini bildirgan. Asos qonunda ateizmga hech qanday yo'l berilmaydiganligi. Shunga ateizmchilar aniqlab chiqilib, qattiq nazorat qilinishi kerakligi haqida to'xtalgan. Hamda Malayziya xalqidan Malayziyadagi ateizmchilarni tepib chiqish uchun hukumatga yordamda bo'lishini talab qilgan. Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda 8-avgust kuni axborot e'lon qilish yig'ini ochgan Shahidan Qasim ateizm tashkiloti va guruhlarni qattiq nazorat ostiga olish haqida xalqqa chaqiriq qilgan. Asos qonun ateizmga aslo yo'l qo'ymaydi. Ateizm bo'lsa asos qonunga va kishilik huquqqa zid bir yo'ldir deganlarni bildirgan va ateizmchilarga qattiq qo'lliq bilan nazorat qilinish kerakligi, buning uchun xalqdan uni qo'llashni talab qildiganligini tilga olgan. Shahidan Qasim yana Malayziyada musulmonlarning xos dini o'qitish nuqtalarining bo'lmasligi sababidan ateizmchilarning ko'payayotganligi. Aslida xalqning ateizmchi bo'lishini xohlamaydiganligi. Bu masalaning faqat xos dini o'qitish nuqtalarining bo'lmaganligidan. Ateizm Cumhuriyeti degan ism bilan o'tirg'i chiqqan va ijtimoiy aloqada 1 milliondan ortiq agachkusi bor ekanligi. Yaqinqi mezgillarda Kuala Lumpurda cho'ng ko'lamda bir yig'ilish faoliyati o'tkazgan bo'lib, buningga aloqador rasmlarni tarqatgan edi. Natijada davlat ichida ateizmchilarni o'ldirish niyatida bo'lgan bir qism kishilar maydonga kelgan edi. Xitoy Shimoliy Koreya uchun og'ir badal to'lashga rozi ekanligini bildirdi. Sabah to'rining 8-avgustdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Shimoliy Koreya bilan azaldan davomlashib kelayotgan iqtisodiy munosabatlari sababidan Yevropa tarafidan chiqarilgan qarorning ijro qilinishi uchun intayin cho'ng badal to'laydiganligini tilga olgan. U so'zda faqat xalqaro qurollarning kengayishining oldini olish sistemasini rayon xarakterlik tinchlik va muqimlikni qo'g'dash uchun Xitoy buningdan burunqiga o'xshashla qarorning barliq mazmunlarini umumyuzlik va kaskinlik bilan ijro qiladi deganlarini bildirgan. Xitoy nurg'un qatim Shimoliy Koreyaga munosabatlik ijro qilinadigan jazo qarorini qo'llaydiganligini bildirib, Shimoliy Koreya xalqini tijorat va umumiy jihatdan ta'sirga uchratmaslik kerakligini bildirgan. BDT bexatarlik komiteti 5-avgust kuni Shimoliy Koreyaga munosabatlik yangidan chiqarilgan jazo qarori bilan 3 milliard dollarlik yillik eksport kirimining 3dan birini azlatdi. Xitoyda og'ir darajada yer tavridi. Xitoyning Xinhua to'ri bergan xabariga qaraganda, Xitoyning g'arbiy janubidagi Sichuan o'lkasining Jiujiago viloyatida 7 bal atrofida yer tavrigan. Tavrash cho'nqurligi 20 kilometr cho'nqurlikda bo'lgan. Xitoyning bu haqda dastlabki qadamda bergan ma'lumotida 4 kishining o'lganligi, 30 kishining yaralanganligi bildirilgan. Orqadan berilgan ma'lumotda 13 kishi o'lib, 175 kishi yaralanganligi e'lon qilingan. 10-avgust berilgan ma'lumotda o'lganlarning soni 20 ga, yaralanganlarning soni 431 ga yetganligi bildirilgan.
Buning ichida 18 kishining ahvoli intayin og'ir ekan. Hurriyet torining bu haqda bergan xabarda bu qitimqi og'ir yer tavrashdan keyin yana orqa-orqadan 3-4 bal atrofida qoldiq yer tavragan. Jiddiy qutqizish va izlash xizmatlari jiddiy ishlanayotgan bo'lib, nurg'un bino va uylar o'rilib ketgan. Saq qolgan binolarga chaq ketgan. Xitoy Hindiston armiyasini Do'lan egizligidan qo'lga ta'lamdi. Amerika ovozining 9-iyul xabarida bildirilishicha, Xitoy bilan Hindistonning chegara talash tortishiga 7 hafta bo'lganlik. Oldingi hafta Xitoy tashqi ishlar ministrligi, davlat mudofaasi, Xitoyning Hindistonda turishliq elchixona xodimlari va bir qancha amaldorlar maxfiy uchrashish qilgandan keyin Xitoyda jiddiy holatdagi tangshash elib berishning pasaymaganligini Reuters agentligining bergan xabarida Xitoy bilan Hindistonning Do'lan egizligi haqidagi maxfiy suhbatida Xitoy tarafining pozitsiyasi qattiq bo'lganlikdan oradagi ziddiyat texmi qatmanlashganligi bildirilgan. Tahlilchilar Xitoyning bir maydon cheklik harbiy harakat elib berish orqali talash tortishlik masalalarni hal qilish qaroriga kelgan bo'lishi mumkin ekanligini tahlil qilishmoqda ekan. Reuters agentligining 8-iyul bergan xabarida Hindiston tarafining diplomatiya vositasi bilan talash tortishni hal qilish to'sqinlik uchirganlik. Hindiston taraf Xitoy bilan bo'lgan maxfiy uchrashda Xitoy armiyasining 250 metr orqasiga chekinishni, Xitoy taraf chekinib bo'lgandan keyin Hindiston taraf Do'lan egizligidagi barliq askarlarni chekindirganligini o'tirib qo'yganlik. Biroq Xitoy taraf Hindiston armiyasining shartsiz chekinishi kerakligida ching turganligini xabar qilgan. Xitoy xalq gazeti idorchiligidagi Yer shari vaqt gazetining 7-iyul kundagi sonida agar Hindiston taraf Do'lan egizligidan chekinmasa, Xitoyning tadbir qo'llanganligini ogohlantirib, obzor maqolasi e'lon qilgan. Maqolada agar Hindiston taraf Xitoyning deganini tushunmay, o'zliksiz jiddiylashayotgan vaziyatdagi ogohlantirishni rad qiladi ekan, undaqda Xitoyning Hindistonga qarshi o'zini qo'g'dash zarbasidan saqlanqili bo'lmaydiganligi haqida ogohlantirish qilgan.